Donni bosib o'tsa bo'lar singil uchun, jonni fido etsa bo'lar singil uchun, ota uyda ulg'ayish bor qaytish yo'qdir, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yumshoq ko'ngil siratani bilmaydigan, boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan, bu dunyodan o'tar bo'lsak yig'laydigan, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Yangi uyda toshdek bo'lib qotmaguncha, borgan joyda toshdek bo'lib qotmaguncha, farzandlari birla o'ynab ketmaguncha, singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomoniga yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Otamurodova Zulfiyaxon go'zal singlimizni mehribon akajonisi hamda go'zal kelinoyisi nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizga Otamurodova Zulfiyaxon go'zal singlimiz kerak edilar. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzlonlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Oila a'zolarim, qarindoshlarim, ota-singillarim. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bilmasam. O'zim yordam beraymi? Keling, o'zim yordam beraman va to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, oila a'zolaringiz, mehribon akajoningiz Qodirjon aka, jiyanlaringiz Asal Bonu, Azizbek va go'zal kelinoyingiz Lobarxonlar tabriklamoqdalar. Rahmat, ko'p yashasin, umri uzoq bo'lsin. Akajonimga, menga rahmat. Kutmagandim. Xursand bo'ldingizmi? Juda kutmagandim. Bu albatta sevinch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Kutmagandim. Ilohim ko'zingizdan faqatgina sevinch va shodlik ko'z yoshlari yarqirab tursin. Aytganingiz kelsin. Ey, yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman, maylimi? Rahmat. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Onamga o'xshaydi ko'zlaring singlim, otamga o'xshaydi so'zlaring singlim. Otam onamdan keyin men uchun eng yaqin insonim o'zingsan singlim. Dardlarim aytishga sirdoshim singlim. Sabri osmon qadar bardoshli singlim. Yaxshiyamki borsan mehribon singlim. Dardlarim ololgan malhamim singlim. Assalomu alaykum qalbi mehrga, ko'zlari sehrga, yuzlari nurga to'lgan singiljonim. Seni bugungi shukrona kuning bilan oilamiz nomidan chin dildan tabriklaymiz. Senga Allohimning go'zal kunlarini, fayzlonlarini tilab qolaman. Allohim mana shu aziz joningni omonda asrasin. Farzandlaring rohatini rohatlarda, rohatlanib, mehnatlaring samarasini farog'atlarda ko'rib yurgin. Baxtingni baxtlilar qatorida ko'rib yurishlik hammamizga nasib etsin. Go'zalim singlim, balki senga hech aytmagandirman. Ayni bugun senga shuni aytmoqchi edimki, seni juda ham yaxshi ko'raman. Seni menga jigarim, singlim qilib bergan Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin. Allohim joningni omonda saqlasin. Sen mening sirdoshim, bebahoyim, qadrli qadrdonim, dunyolarda topilmaydigan olamdagi eng go'zal singlimsan. Uyimizning eng erkatoyi, farishtasi quyoshi oyi, quvnatadi ko'nglimiz doim, onam kabi mehribon singlim.
Kulgularing dardimga davo, kerak tursan go'yo suv havo. Xafa bo'lsang bo'laman ado, onam kabi mehribon singlim. Ko'rmayin hech ko'zlaringda yosh, dardlaringni menga ber singlim. Qalbimdagi so'nmas quyoshim, onam kabi mehribon singlim. Yuzing o'xshash onam yuziga, so'zing o'xshar shirin so'ziga. Yonginamda kulinglar birga, onam kabi mehribon singlim. Ko'tarasan doimo ko'nglim, men deb doim duoda qoling. Jannatlarga yetaklar yo'lim, onam kabi mehribon singlim deya mehribon akajoningiz va go'zal kelinoyingiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Ularga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat, ularga ham kutmagandim. Akamni, kelinoyimni umri uzoq bo'lsin, bolajonlarini baxtiga doim sog' salomat yursin. Xursand bo'lib yurish hammamizga nasib etsin. Kutmagandim. Yangamga ham, akamga ham rahmat aytaman. Men kutmagandim. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog'-omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat aytganingiz uchun. Rahmat, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, rahmat, xo'p. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.